Hammaga salom o'rtoqlar bilan har doimgidek Zedix. Bugun biz survival qilamiz va bu videoni olishim uchun menga naqd bir hafta vaqtim ketgan. Shuning uchun ham mehnatni qadrlagan holda like va obuna bosib qo'yamiz. Bo'lmasa bugun videoni boshladik. Va mana dunyomga ham kirib oldim va hozir men birinchi bo'lib daraxt sindirishni boshlayman. Mana yog'ochli aslahalarni yasab oldim va hozir endi toshliga o'tamiz va let's go. Tezlashtirib olsam bo'lmaydi menimcha. Mana tosh va ko'mirlarni yig'ib oldim va endi versak bilan narsalarni yasab olmasam bo'lmaydi. Mana hamma kerakli narsalarni yasab bo'ldim va endi nima qilishga o'tamiz, Mana ko'p yo'l yurib kecham botib qoldi, endi uxlashimiz kerak. Yerda shakar qamishlar ko'p bo'lgani uchun hammasini olib oldim. Yana uxlay olmay qolarman deb. Va shunaqa mo'llarga qarab uxlaydigan odam oldilari va nima qilardi, uxlaydigan edim. Va kecham botib qoldi. Endi nima qilamiz? Uxlaymiz. Let's go. Va birinchi kunam boshlandi. Biz endi ketamiz. Tomosha qiling. G'orga tushib olamiz menimcha. Voy ketdi. Hozir asta sekinlik bilan tushamiz. O'lib ketsak o'lamiz. Aytgancha kelib invertor yoniq va chetlar o'chiq. Shuning uchun ham maza qilib ko'ruvdilar. Ikkita pakal qo'yib oldimmi? Creeper. Cho'piraman. Voy. O'lib ketamiz, jo'rajonlar. Va bu o'tib ekan. Ko'mirlar ovolaydi. Hozir bu qordan hamma yig'ilgan resurslarimizni sizlarga tezlashtirilgan variantini ko'rsatib beraman. Let's go. Mana shu qorni ko'raylik. Boya chiqqan qorim-ku. Skeletlar bor ekan, qochamanmi? Qochmasam o'laman, yey. Yo'llarda qor bo'lsa yaxshi bo'lardi. Juda kattamidi. Juda katta g'orda. Ko'p bo'ladi, ko'mir, tosh degandek narsalar. Короче, bu yerda nima bor? Shakar qamish bor. Mana tavakkalga tavakkal. Kal. Короче, men bu videoni boshlaganimda ana lavani ko'rganimda umuman esdan chiqarib qo'yibman. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Va bu orol katta ekanligini bilgandim. Va ko'p yo'l yurganimni sizlarga bilasizlar o'zingizlar. Va men juda ko'p yo'l yurdim va g'or topdim va g'orga tushdim, mana qozdim va u yerga sakradim, o'lib ketdim va yana shu g'orga bordim. Va shu g'ordan chiqqan resurslarni sizlarga ko'rsatib o'taman va bu variantni tezlashtirilgan qilib qo'yaman. Go. Tezlashtiraman deb aytmay qo'yganim ham yaxshiroq deb o'ylayman. Va men ko'p marta tezlashtiraman deb aytib ketibman. Va bu yerda temirlarni eritamiz va bu yerni katta baza qilib yorganimni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda katta baza qildim va qanaqaligini hozir sizlar baho berasizlar. Baza uchun kerakli bo'lgan 64 dona daraxtni chopib oldim. 63 ta ham bo'laveradi menga. Va uyimga qaytdim va menda bug bo'lib qoldi. Daraxtlar
maydalanmayapti. Va men bu xatoni yaxshilab nima qildim deb o'ylayman. To'g'riladim deb o'yladim va men mana shu daraxtlarni maydalab tashladim. Va men mana shu yerga katta sandiq qo'ydim va ichiga resurslarni solib qo'yaman deb tashlabdi. Va shuncha tosh yig'ildi. Va mana bu znallarga 0dan 10 gacha baho beriladi. Hamma narsani bo'lgandan keyin menga do'stim qasr qurib bergisi keldi yer ustida. Chala qasr qurilgandan keyin men o'zimga sandiqxona qurgim keldi. Sandiqxona emas, endi sklad.
Va sandiqlarni ham o'z joylariga o'rnatib qo'ydim. Wow. Men bu yerga portalni qurmoqchi bo'ldim va qurishga erishdim. O'xshadi-yu. Uni o'chirish kerak-da. Yo, stop, mashqa suv qo'shamiz. Endi nazar farqida qo'yib va men piglilar bilan trading qila olmadim va qochib ketdim. Va ko'p vaqtdan beri gapirmagan. Voy deb tushib ketdim. Ko'p vaqtdan beri gapirmagan uchun uzr. Videomiz juda ham qisqa bo'lib qoladi deb o'yladim. Va uxlab orar ekanmiz. Kun tun bo'libdi tun. 13-kun ham keldi. Va biz yangi hayotni boshladik. Go! Va men bu yerga lava fermani qurishim kerak edi. Va men shunaqangi chala ekanman. O'tni ham ochib olaylik-da. Bu yerni ochmayman bu yerda. Va bu yerga lavani qo'yamiz va bu yerga suvni va endi sindiramiz deb lavani nimaga aylantirib yuboribman obsidianga. What the hell dedim va mana shu xatoni qilmaslikka qaror qildim. Va yana lava qo'ydik. Va nihoyat yana bir marta o'xshadi. Va bu yerda va men ko'p vaqtdan beri o'sha videoni olgan ekan va meni fayllarim to'lib qolgan ekan. Va men bu videodan kichkinasini ko'rsatib o'taman. 20 sekundroq va bu narsani qurgandim. Qasr albatta 1%ni. Hali bu survivalni yana 100-kungacha olib boramiz. Undan keyin 1000-kunga. Mana bu meni qurgan qasrim. Albatta bu chiroyli chiqqan bo'lsa
videoga like va obuna go. Xayr.